Yurtimizning turli so'lim go'shalarida tabiat qo'ynida aholining madaniy dam olish uchun ko'plab dam olish go'shalari mavjud. Ana shunday zamonaviy va milliylikni o'zida mujassam etgan ajoyib maskanlardan biri Kattaqo'rg'on suv omborida ham tashkil qilindi. Kattaqo'rg'onlik tadbirkor Safar Ergashev tomonidan yo'lga qo'yilgan madaniyat va ekoturizm klasterining ochilishi kattaqo'rg'onliklar uchun ajoyib tuhfa bo'ldi. Tashabbuskor tadbirkorning ma'lum qilishicha, ayni damda loyihaning birinchi bosqichi yakuniga yetkazilib, yashil tabiat qo'ynida suv bo'yida barpo etilgan kafe-bar, yozgi zamonaviy ovqatlanish shoxobchalari, oilaviy dam olish maskanlari, yengil konstruksiyali tamaddi joylari barpo etilib, 2000 aholiga xizmat ko'rsatish uchun qulaylik va imkoniyatlar yaratilgan. Shuningdek, keyingi bosqichlarda yopiq va ochiq turdagi akvapark, havo sharlari, suv texnikalari, bolalar oromgohidan iborat bo'lgan ochiq dam olish maskani, har xil turdagi dam olish uylari, restoranlar hamda mehmonxona va 8000 o'ringa mo'ljallangan amfiteatr loyihasi ham amalga oshiriladi. Madaniyat va ekoturizm klasteri loyihasining to'liq yakunlanishi natijasida 15000 nafar mahalliy va xorijlik sayyohlarga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Tadbir davomida dam olish maskaniga shahrimiz hamda qo'shni tumanlardan tashrif buyurgan fuqarolar bu yerdagi shart-sharoitlarning qulayligi haqida gapirar ekanlar. Ayniqsa, oilaviy dam olish uchun barcha imkoniyatlar mavjud ekanligini alohida ta'kidladilar. Mazkur dam olish maskanining ochilishida shahar hokimi Gavhar Alimova, idora va tashkilotlar rahbarlari, jamoatchilik vakillari va kattaqo'rg'onliklar ishtirok etdilar. Shahar hokimi bu so'lim madaniy dam olish maskani shaharning turizm salohiyatini oshirishi bilan birga shahar aholisi, balki respublikamizdan xorijdan tashrif buyuradigan insonlar uchun ham xizmat ko'rsatishini alohida ta'kidladi. Barchamizga bayram muborak! Ochilish marosimi muborak bo'lsin. Juda ham go'zal, juda ham tantanali ajoyib daqiqalarni, ajoyib lahzalarga guvoh bo'lamiz. Maskan ochilish tadbirida poytaxtdan tashrif buyurgan san'atkorlarning chiqishlari o'zgacha shukuh bag'ishladi. San'atkorlar ishtirokidagi shou-konsert dasturi tadbir ishtirokchilariga manzur bo'ldi. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz.